Bir kuni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni bir kishi haqoratlay boshladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham xuddi shu majlisda o'tirgan edilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam biroz tabassum qilib, indamay o'tirdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuni haligi odam yana battar haqoratlashni boshladi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'tiribdilar. Tabassum qilib o'tiribdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu haligi insonni aytgan haqoratlariga javob berishni boshladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib ketdilar. Darg'azab bo'lib chiqib ketdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xavotirga tushib yugurlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqalaridan chiqdilar. Ey Allohning rasuli, u inson meni haqoratlab turganda jim turdingiz, tabassum bilan turdingiz. Men unga javob berishni boshlaganimda chiqib ketdingiz dedilar. Ey Abu Bakr, u odam sizni haqoratlab turganda bitta farishta unga javob aytib turuvdi. Siz unga javob aytishni boshlaganingizda shayton kelib joylashdi. Shayton bor joyda men o'tirmayman dedilar. Ko'pincha bahs munozaralarga kirishib ketib qolamiz. Odamlarda bitta narsa borda, birov so'ksa, bu ham albatta so'kish kerak degan tushuncha bor. Yo'q. Uni shunday tarbiyalash kerakki, u sizni so'kib haqoratladimi, shunaqangi hikmat bilan go'zal gapni, yaxshi gapni gapiringki, u kechasi uxlolmay chiqsin. O'ylanib qolsin. Uni hidoyatiga sababchi bo'ling. Ertaga u odamlarni so'kmaydigan bo'lsin u. Ta'sir qilsin. Yaxshi gapiring. Shunda siz yutasiz. Ham uni yo'lga solasiz, ham o'zingizni asablaringizni buzib sog'lig'ingizni ketkizmaysiz, ham ajrni, savobni siz olasiz. U johil bilan talashib hech qachon siz yutmaysiz, yutqizasiz. Mana shu o'rinda demak biz bu hikmatni ham esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak.